Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva, mol, qo'y ishqibozlar. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli obunachilar. Bugun sizlarga Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani G'ishmon mahallasidan sotiladigan 5 bosh krasota buqalarimiz bor. Shularni chiroyli qilib sizlarga obzorni qilamiz. Xudo xolasa mazza qilib tomosha qilib o'tiradigan video bo'ladi, qaranglar. O'ta toza bir did bilan boqilgan buqalar bor ekan. Chista dehqon. Haydang aka, mana tarafga. Videoga chiqmaydi deb uyalyaptilar. Shunaqa chiroyli qilib mol boqib qo'yib, yana uyalishlar qaranglar. Bunaqa toza boqolmaydi ancha-muncha odam. O'n qarang. Mana ular qaranglar, o'ta bilqillagan, juda ham bir chiroyli zo'rlardan kelibdi mollarni. Ko'z tegmasin. Hozir shuncha maqtasam, egasini ham sotgisi kelmay qoladi akalar. O'shancha ko'p maqtamay bir qator ko'rsatavering. Mollarga gap yo'q. Mollar haqiqatda o'ta ham bir chiroyli, didli mollar. Hamma yoq zo'ridan did bilan olib qarayman. Hayvonni ham oyab turgan narsamni ham zo'ridan olaman. Puli ham chiroyli bo'lsin, o'zi ham chiroyli bo'lsin deganlarga mana haqiqatda toza narsa, zo'r narsalar ekan. Soni nechta aka? 5 ta. Soni 5 ta. Katta zamrasa urug' bo'libdi. Xunachilarga qo'shadigan bo'libdi. Qaranglar. Qarab turishlar, qaranglar bularni. Mashalloh. Mana. Bu o'zingiz boqdingizmi bularni? Ha, o'zimiz 3-4 oydan beri boqyapmiz. 3 oydan beri. Hammasi toza sementda. O'ziga ham mollarni yoqib ketyaptimi endi? Yoqib ketyapti, sotib kelmay qolyapmiz. Kamroq maqtang. Endi aka borini aytish kerak-da. Chiroyli mana kommentariyada ham o'zi yozishadi, bu aniq, mollar haqiqatda zo'r ekan, chiroyli ekan, boqqanga rahmat deb qo'yishadi, qadrli obunachilar. Ash tepada yeyishar ekan. Joyda ham keltiribdi ekan. O'n qaranglar. Ashda oxirlari bor. Yeydi. Bag'i mana 4 joyda qilib qo'ygan. Gideta hozir 5 ta bo'lsa 10 ta mol bemalol boqasiz ekan-da, qishda ham boshqa payni. Hali mazza qilib boqadigan joy bo'libdi aka. Joylar bemalol ekan-da, qaranglar. Taylar quruq, spokойно, maytda yeydi. Aqa tushib olib o'ynashib yurishar ekan mollar. Aqa korobkalarni ko'rsatib qo'ylar, haqiqatda zo'r yeydi ekan mollar. Haydayapti, kelyapti, baqa, haydayapti, kelyapti. Qaranglar. Barini korobkasi kuchli. Mana aqala. Eng kattasi mana shunisi. O'zi bir boshdan turish bo'ldi. Bir bosh haqiqatda. O'zida Yoshi ham nisbatan katta bo'lsa kerak buni, ha? Ha, 1 yasharga borib qo'ygan. 1 yasharga borgan. Aka metr yo'qmi? Yo'q, o'lchaganmisiz bu endi? Bitta bu 30 tepasida mana shu. 1.30 tepasi. Biri o'lchaganman, qolganini o'lchamaganman. 1.30 plus. Ha, 1.30 tepasida. Mo demak 1.28 keladimi? Qolganini o'lchamaganman. Bittasini qiziqishga o'lchab ko'rdim. Gideta mana shu 1.30 chiqsa, mana ikkovi pashti teng, mana shu uchovi 1.25 plusda tepada. Mana qaranglar, mana u undan sal farq qilar ekan, 1 sm, 2 sm, keyin bir gideta 3 sm ga bu farq qilsa, kichirog'i mana u. Bu nima deb laqab etdingiz? Tombalaji. Tombalaji ya bu, mashinasini tombalaji deyishar ekan. Ona tombalaji o'ta chiroyli ekan. Aka, mana shular bitta pastga tushiraylik. Ashta yaxshi chiqyapti bu. Ko'rishsa mana har orqasini olmay mollarda. Tushinglar. Shush. Mollarga gap yo'q, sharoitingiz ham zo'r ekan. Qiynalmay boqasiz ekan-da molda. Molga qaragan. Justa emas mollar, o'ta chiroyli. Mana
bemalol olib, xohlasalar naslga, xohlasalar dilinteresga boqaman deganlarga yaxshi narsalar. Mana, bu qaraydi. Kayfga boqaman deganlarga chu. Mana. Mana shunisi to'mbalaji. Agar qiziqqanlari bo'lsa, to'mbalaji necha pulga berasizlar, ash. Keyin buni nima deysizlar buni? Laqabi yo'q qolgan. Kattasi mana shu. Yoshi 1 yosh. Bittasini shoxini kestirgan ekansiz yaqinda. Bitta bo'lgan. Ziyon yo'q, yeb ichishi zo'r-a? Yeb ichishiga ta'sir qilgan yo'q. Eng suyagi yo'g'on semiz o'sha. Aka endi bularda endi yoshi pashti bir xil ekan. Mana u to'mbalaji deganingiz gideta bir 10 oylik bo'lsa, 9 oylik, 10 oylik. 6 oy, 7 oylik. Yoshmi? Yosh. Turishidan ancha kattaga o'xshaydigan. Basharalarini qarang, juda yosh. 7 oylik deyilamasam? 7 oylikdan boshlab 1 yashar. 7 oylikdan 1 yoshgacha. Mana shu bir 12 oylik bo'lsa, ana 7 oylik. Uni ham bir 8 oylik, uni 10 oylik, 11 oylik. Ashna atrofida. Bo'ylari 1.25 dan 1.30 gacha, 30 tepasidan ham chiqaveradi ishga. Bitta kichkinasi bor, bo'yi. Endi yoshi ham o'ziga nisbatan zo'r-da hozirgi bo'yi. Haydang aka pastkuldan. Mana shu shoxini kuydirishibdi, ziyoni yo'q deya, yeb ichishiga bir ta'sir qilgan yo'q deyishdi. Bitta bo'lgan deyishdi. Olmagan semiz bu mana shu ekan. Mana qo'ygan. Aka puli qanaqa bular? Bitta joyga sotasizmi, donalab ham sotaverasizmi? Donalab ham sotaveramiz, bitta joyga ham sotaveramiz. Puliga qarab. Puliga qarab. Agar optimiga xaridor chiqadigan bo'lsa, arzonroq berasiz. Ha, optimiga arzonroq. Ikkita olsa yana ham arzonroq berasiz, bir xilliklari bittalikdan ko'ra. Olishiga qarab turib, endi bitta tanlab olsa, o'ziga qarab kelishaverasiz. Necha puldan necha pulgacha mol bor? 33 milliondan 38 milliongacha mol. 38 milliongacha bor. 35 milliondan bitta joyga olganga beraveramiz. Xayri bor-da, endi bu savdo sunnatda aka, to'g'rimi? O'tib beramiz. Yana hali moncha degan mo'shanga sotaman degan gap so'z bo'lmaydi. Hammasini olganga vodiy bo'ylabmi, Toshkentgachami? Dastlabkasi yo'q, mo'sha gaplashib beramiz. Endi aka qarang, bitta odam keldi, kelishdilaring. Vodiyda odam ekan, dastlabga qilib berasan desa, endi 500-400 million narsaga talashmaysizlar, qilib berasiz tashib. Bitta joyga olsa, dastlabga bordi po'ring. Narx qoplasa qilib beradi-da hamma ham. Narx qoplasa qilib beraveramiz. Siz dehqonsiz pashti. Yap, aka nomeringiz nechi? 91lik 91lik 128 128. Mayli, chiqaversin. To'xtang. 128 46 47. Ekranga yozib qo'yamiz akalar. Tavsiya qilinaveradi. Yaxshi narsalar, bir hali molning ichida bachkanasi yo'q, to'g'risi. Hammasi chiroyli, bemalol olib foyda qiladigan. Olib sotadilar aka-ukalarimiz bo'lsa, ularga ham tavsiya qilinaveradi. Narxlari ham qoplaveradi. Hozir yangi bir oylik, 1,5 oylik bezovni 18-20 million deyapti, lekin akalar unaqa o'rtacha balanddan ham yetib borgan yo'q. Rosa o'sishga kelgan, baxsa semirib, zo'r o'sib beradigan paytida jikkilagan payt hammasini bular. Ash to'mbalaji yomon yo'qdi-da. Juda chiroyli bo'zov bo'pti. Ko'z tegmas. Qadrli obunachilar, sog' bo'ylar, salomat bo'ylar. Video davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Keyingi videolarda kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilamiz. Kommentariyada, izohlarda o'z fikrlaringni bildirib, o'sha boqqan odamga rahmat deb qo'ysalaring, bizni blogerga demasalaring, shu dehqonga, boqqanga rahmat deb qo'ysalaring bo'ldi. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Faqat yaxshilikda, yaxshi kunda ko'rishaylik.